qiyomatda Rasululloh kelsalar, sen meni sunnatimdan uyalgan eding, sen meni sunnatimdan yuz o'girgan eding deb indamay qaytib ketaversalar, sahobalar bilan birga jannatga kirib ketsalar, biz qolib ketsak nima qilamiz? Rasululloh nima qilamiz? Rasululloh jannatga sahobalar bilan, Abu Bakrlar bilan kirib ketsalar, biz qolib ketsak qiyomat kuni. Qanaqa holat, nima tadbiri biz uchun? Biz dunyoda shuncha Rasululloh yashadik, ko'rmadik. Yuzlarini ham ko'rmadik. Qo'llarini o'polmadik. Rasulullohni bag'rimizga bosolmadik sahobalarga. Endi jannatda ham ayrilib bo'lsak-chi? Jannatda Rasululloh sahobalar yig'lashdilar. Ey Allohning Rasuli, biz siz nima qilamiz qiyomat kunida? Bu dunyoda sizga o'rganib qo'yamiz, sizni forlaringizni o'rganib qo'yamiz. Siz nima qilamiz deydi.